deyman da. Ketib qoladi-ku. Shuni qarasan. Sen do'ju. Ko'pni shakar qanday? Kofe emas bu. Choy. Imbirli. Endi uyda. Kofe. Imbir o'zbekcha. Lekin zo'r narsa. Imbir bilmayman. Ham bunaqa usunchoq bo'ladi. Mayda qilib to'raydi choy. Keyin ovqatlarga qo'yib qo'shib yesa bo'ladi. Kuchli narsa. Ta'rifini aytdim endi u Zanjabil. Ya'ni please bir lug'at. aytilishi qiyin. Zanjabil. Qatnashgan. Yo'q, Karzingada ham sotadi. Avli. Qachon oldingiz? Shu indir bo'lsa kerak. Yodimda yo'q. Sen ishlatmaysanmi bu? Ha? Ishlatmaysan-ku sonli narsa. Choy poy iching. Choyga yaxshi ketadi. Limon choylarni ustuna mevalar. Boshlaymiz esa? Esa boshladik. To'xtam boshda inchib ketadi. Masalan, boshdan novdan boshlab ketamiz. Masalan, Shunisi yaxshi-da, tabiiy. Unaqa естественно. Masalan, qachon qirchoqqa o'tamiz, qachon media siyosatga o'tamiz. Qirchoqqa o'tamizmi? Qirchoqqa boramiz. Boshida biz yangiliklar qo'yamiz. Yangilik bor. Yangilik endi podkast qilgan saytimiz o'sha umumiy yangilik. Ha. To'qqizta yangilik bor. O'qimovni yangiliklari edi. O'zing o'qi. Boshqa yangiliklar bilan girish olamiz. Shuni o'ynaymiz. Senga tushunasiz masalan, translyatsiya. Hozir birdan doğrudan doğru qirchoqqa desak. Doğrudan doğru mediatsiya Davay. bo'ladi. Choq. Ketdi. Tak, boshlaymiz. Qisqacha bir boshida donishtirib aytaylik. Misol uchun Komilani hech kim donmaysiz. Meniki yaxshi. Ko'radilar, doninglar. Misol uchun sevaman. Bularga qaror. O'zi tashlashni yaxshi aqlancha, sababi Ha. to'xtashni Ha. ko'rsatish. O'shada. Misol uchun Lekin anaqa juda ham romantik. Juda ham ko'p Komilani narsa. aytishimiz mumkin, yarim Xorazmda 50% o'zi aytgandek. yarim Xorazmlik, yarim Toshkent. Toshkent. Toshkentlik. O'sha tashkilotlar. Siz gapiring. Salom hammaga. Meni atim Sevara. Men studentman. Bugun Orqayn podkastini yig'ildik. Na, Yo'nalishingiz. student, lekin qaysi universitet shart emas, okey? Yo'nalish. Yo'nalishim ingliz tilini o'qitish. So you speak English? Yes. Nice. Nice baby. IELTS? Yes, I have. 6. 6, 9, 6, 7. Okay. Englishga. My name is Kamil. Kamila. Men student emasman, o'qishni tashlab ketganman. Qaysi o'qishyapsiz? Aytaveraymi? Shersdaka? Shersdaka. Jurnalistikami shunday o'zi? Men jurnalistika universitetida media marketing yo'nalishini o'tgan yil 3-kursda tashlab ketganman. Что men o'zimni o'ta his qilmaganman yaxshi. Hozirda nima deydi? Qattiq depressiyadan chiqib keldi. O'zim yo'nalishimni qidirdim. Men 50% Xorazmlik, 50% Toshkentlikman. Oyim Xorazmlik, dadam Xorazm xalq artisti bo'lganlar. Ismat kelsangiz agar siz bo'lmasa. Atamuratbek Jonov bo'lganlar, mashhur bo'lmaganlar, ustozlik qilganlar, Lazgi ansambliga o'sha ochilishiga hissa qo'shgan insonlardan. Biri bo'lganlar, Xudo rahmat qilsin. Keyin men o'zim qiziqishim hozirda o'zim qiziqishimni topdim. Shu yo'nalish bo'yicha ketmoqchiman. Falsafa, siyosat, diplomatiya, mana shu yo'nalish bo'yicha ketmoqchiman. Shu. Men Xodim Muhammad o'tgan safar ham donishtirganman. Shu Toshkentda kelganman 4 yil bo'lgan. Lekin ko'rgan odam hech kim o'ylamaydi mana Xorazmda. Balandroq. Biz eshitamiz. Endi o'ylaydilar endi. Ko'rganlar. Buni hamma biladimi? Masalan. Savol mahiyat hammamiz kerak. Bunday yo'llar bo'lganda tarjimon Bekorchi. atrof odam bloger loyiha boshqaruvchisi, Hamma. dasturchi, tester, sotuvchi. Shu. Okey.
eng ko'p tanishtirgan o'zim. Tajdodamgacha tanishdim. Xorazmda donishishim yaxshi info bo'ldi. Okey, so'nggi haftada Xorazmda bo'lgan ishlarni o'zbekcha xorazmcha arash qilamiz. Bu oramizda pichoq Begona. barchasiga oid kamda ikkita o'tibdi kamda. Pichoq? Ha. Masalan, Masalan sen? bilaman. Masalan sever. Bir tushuntirish, Xorazmda o'g'il taqchasi keng qo'llaniladi. Ya'ni gal, Janubiy tomonda. ko'p ishlatiladi, lekin buni ya'ni pichoqlar emas. Pichoqlar ham Sizni original ovozingizni Xorazm. eshitib. Ava. Ya'ni ular ham Xorazmning bir qismi. Ayniqsa men. Ayniqsa Da. kelib ketmasam Xorazmda Sizni ovozingiz o'tga eshitilarmi uka? eshitadi. Eshitiladimi? Bonam oladi, ikkisidan Ikki tomonlama hozir bo'lyapti hozir. Ha, yo'q. Okey, yangiliklarni qisqa o'qib kelamiz. Xorazmcha, o'zbekcha aralashtirib shunga hayron bo'lmoqda. Xorazmda Telegram orqali zararli APK fayllar tarqatib, fuqarolarning pullarini o'zlashtirgan shaxs kodiga o'zimni soha emas bu. Chiqqan faqat Xorazmga yordam oldi. Algoritm shunaqa ishlaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, Gulan tumanida yashovchi fuqaro Android uchun mo'ljallangan virusli ilovalarni tarqatib, bank kartalariga oid maxfiy ma'lumotlar va SMS kodlarini qo'lga kiritgan. Olingan ma'lumotlar orqali kartalardagi pullarni ichib olgan. Yaxshi ish 157 nafar fuqaroga 631 million so'mdan ortiq zarar yetkazilgan. 137 nafar. 157 nafar fuqaroga 631 million Xorazmlikda shunaqa pul ko'pmi? bor ekanda. siz bilmay qolganingiz. Eng qizig'i hammasi oddiy xalqdan oladi. Hozirda Bilaman, tergov va o'ynatmayman. jabrlanganlarni aniqlash ishlari davom etmoqda. Shuncha puli bor odamda shunaqa fayl ochib beradi. Rost endi oddiy xalq bizda misol ko'pchilik yaqinda bilsang shu yerda o'tiramiz bo'ladi. Qaysi? App faylga email o'tiramiz. Qarindoshlarim Telefonda. qarindoshiga apk fayl keldi, keyin Davay ochib. bunga keldi qarindoshlarim bunga. Bir 10 daqiqa qoldi, bilet akkaunt. Sizniki. Ular Ha. bir odam delta kontakt qo'zg'alib ketdi. Muhammad Soliyev yashaydigan tumanda yo'l transport hodisasi sabab ayrim mahallalarda gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatilgan. Yo'q, shu Muhammad hozirgina Chilonzorda yashaydi. Yo'q. Besh tumanda Nima? gaz turbaga urilgan. Xorazmda gapiramizmi? Ayrim hududlarda o'sha uchun gaz turbaga qo'yilgan. Ma'nisidagi sabab. Uchinchi xabar, Urganch shahrida ikkita BYD avtomobili ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Negativ bo'ldi. To'rtinchi xabar, Xorazmda manzil lavhalari taqdim etilmoqda. O'zini o'zi band qilishning foydasi. Mana bu manzil lavhalari borki, misol uchun Nurafshon ko'chasi 8-uy. O'sha narsani Xorazmdagi ayrim mahallalarda nom aytmaylik hozir. Sotib yurishdi ekan. Nima qilishdi? Sotib yurishdi ekan. Nima? Uyingga nomer oldi, majbur. Ko'chaga lavha yopishtirib 5 ming so'm, 1 ming so'm berdi. Ha, ya'ni pulli bo'libdimi u nomer? Ha, bizga tekin. Xuddi anaqa undagi mashina nomerlariga o'xshab. Yaqinda aytadi-ya, qabrlarga ham pulli bo'ladi. Bizga 3 ta yetdi. Ma kerak. Havodan pul qilishyapti. Xorazm Milliy tabiat bog'ida Xorazmda. Borsk fotokopkonga tushdi. Borskni atamiz. Xorazmga kerak edi u. Hammani o'ziga bor. Xorazmda noqonuniy ov qilgan fuqaro 1 yil muddatga ov qilish huquqidan mahrum qildi. Bizlarga kerakmaydigan xabarlarni topib ketsan, xabarlar Turkmanistonda go'sht narxi tanqid qilgan bloger bedarak yo'qoldi. Şimdi oxirgisini o'qib qo'yaman. Xorazm jamoasiga yangi himoyachi qo'shildi. Dem bo'ling, shu hozir 4timizdan qaysi birimiz Xorazm kommunasini qiziqadi uni. Azbek Pirmuhammedov ekan hozir. Qisqacha. Bunaqa zerikli xabarlar nimaga bu yerda degan savolga javob Xorazmdagi media bor. Xorazmda juda gigant kanallar bor. O'shadan kelgan ma'lumot bor. O'shalarga messajda normal Keyin- xabarlar ham yoziladi. Keyin men yaqinda Xorazmcha yangi rep chiqdi. To'g'risi. Aganikimi? Aganniki ham keyin yana bitta Xorazmcha yangi reperlar chiqdi. Ismi hozir. Asamas. Ha, Asa. Asamas u, ha asadagi qo'shiq. Ha, Asa degan qo'shiqda. O'tkazib ko'rdinglarmi? 8 son. Yo'q. Men o'zim eshitdim. 8 sonli startaplargacha ko'rdimki, aynan Astalab olganda misol shu nomini biza o'tirib muhokama o'tadik. Yaxshi narsalar aytilgan. Cho'ta Xorazmliklar reperda uchyapti. Yaxshi zo'r, qanaqadir kreativnost yaxshi. Biz faqat Ko'lsda eshitib o'rganganda yo'q, endi biz Xorazmlikdan eshitamiz. Qayta eshitaman. Ko'proq aslini eshitsak bo'ladi. Hali hozir mana Klikni o'tirib tanqid qilgan. Tanqid qilganmisan?
yo'q Ha, klipda da. qanaqa joylar bor misol uchun Ha. cho'chqani topib Da. U pastga ko'rsatilgan. balki u misol restoran qarash narsasida boshqacharoq balki ani molxonaga o'xshagan bir nimani olib chiqmoqchi bo'lishgandir. cho'chqa sifat bo'lmadi balki nimadan bilasan endi bu san o'zing dunyoqarashing fikrlashing Cho'chqani olib chiqdi kontekst. Molxonada cho'chqa bor o'qimay. Harom. yo'q molxonada negativ bo'lganda Nima? cho'chqa obrazi molxonada negativ. Da, negativ o'zi aytaman. Negativligini esdan chiqarib просто cho'chqa bor o'qimayman harom. Xuddi ani foiz harommi deb chiqadi. Shunaqa bo'lmas kerak. Misol turpamida ko'rdik. Ha? Turpamida ko'rdik. Reaksiya bildi. O'zi shunaqa video ham chiqarish kerak. Klip qo'yib olib prям. Faqat o'sha klip uchun reaksiya. ha bratvanmi ya'ni seriallar bu Seriallarni qiladi. O'shanga reaktorga faqat kliplarni qildi. Xorazmcha ashulalar. Okey, media siyosat. Media siyosat. Postlardan keyin chiqishimiz kerak. mediada ko'p yurganlardan boshlasak komila Mama. Mediada juda ko'p yurgan. Bular ko'proq. Har kuni video Instagramga. San'at bo'yichaligim yo'q. San'at bo'yicha. Yo'q, misol uchun mana narsa borda O'zbekiston o'zini olgan bo'lsak, g'arb bor, sharq O'zbekiston. G'arb boshqa. Sharq mana Toshkent, Vodiy tarafda, g'arb Xorazm tarafida. Lekin men ham shunaqa mana umumiy dunyoga o'xshab sharq sal nimaroq, masalan Tarbiyaviy jihatdanmi? tabiiy jihatdan sal yumshoqroq. Bizlar Xorazm taraf, g'arb taraf sal qattiq liberalroq deb ko'rinadi. Nimaga unaqa bo'lishi mumkin? Bilmadim, men Xorazmga borib ko'rmaganman. Xorazmliklar bilan juda ham ko'p gaplashmaganman. Bitta to'tam bilan gaplashganman. Unga ham 5-6 yil bo'ldi. Ular ham juda ham anaqa liberalroq odam bo'lganlar. Juda ham erkin, chunki ashula aytadilar, shu teatrlarga chiqqanlar. Juda ham ochiq inson bo'lganlar, suhbatlarga, hamma narsaga. Menimcha Xorazmliklar hech narsada o'zini cheklamaydi deb o'ylayman. Shu vodiy tarafda dindorlik sal kuchli, o'zini cheklash kuchli. Xorazmda bu qanaqa bilmayman. Dindorlik kuchli bo'lgani uchun o'zini cheklab, shu san'atda ko'pchilik bu harom, bu anaqa deb cheklaydi, to'g'risi. Atak men o'ylayman shu Xorazm tarafda unaqa narsa yo'q, chunki dodamda unaqa narsa bo'lmaganda. Xorazm tarafda bor, kamroq. Kamroq, nisbatan kamroq. O'shaning uchun ham hozir replar kuchayib ketyapti ularda. O'zini cheklamaydi, ko'p narsani try qilib ko'radi deb o'ylayman. Bu yo'lida sal qo'rquv bor, try qilib ko'rishga ichidan. Vodiy tarafda? Bizay tarafda. sharq tarafda Minor vodin chiqqan. endi babi Yo'q, lekin meni fikrimcha, masalan, Xorazm taraf, qisman Buxoro ham, Qoraqalpoq ham, odamni betini aytib biladi. Eshitganman. Agar tushunmay qolsangiz ayting, qaysi Lekin vodiy tarafda men eshitganman, masalan, vodiyga masalan Andijon ham kiradimi? Masalan, ularda masalan yoki Farg'ona, Namangan ham kiradi. Ular ko'p tavoze bilan aytadilar, lekin ichidan yomon ko'rib tursam, yaxshi muomalada aytadilar. Ular shuni ko'p emas, endi ko'rganman. Ya'ni ularda o'rash kuchliroq. Lekin ichimdan xohlamaydi. Bizda masalan yoqmay turibdimi? Bo'ldi, yoqmay turibsan deb aytish bor. qisqacha ta'riflayman o'zi aytgan gaplarni. Men bu fikrga 100% qo'shilaman. Buni vodiylik o'zlari ham ko'p tasdiqlaydi. Ya'ni nodir narsa, masalan, ko'proq odam xafa bo'lib qolmasin, ko'ngli og'rimasin degan narsaga ko'p e'tibor beradi. Bizda Xorazmda emas. Biz o'z tabiatan ham ajdodlarimizdan kelishimizdan ham shunday. O'sha qo'rquv yo'q-da. Ularda chaqib olish shunday nelar aytadilar bizda, lekin sal chiroyliroq gapirsangiz o'g'il bolalar ham xafa bo'lgandek. Bilmadim-da, shu joylarga tushunmayman hech. Misol chiroyli muomala qilinadi, qaysidir qilgan ishi yoki gap yoqmasa, naqli yoqmadi deb aytsa, bu to'g'ri qabul qilmaydi-da. Yuzimga naqli gapirding, men unaqa gapirmagan bo'lardim. Sen uni aksariyat qilmas emas. ko'pchilik shunaqa. Vodiyda ko'pchilik shunaqa. Misol uchun nafaqat vodiy, balki Toshkentda ham shunaqa. Toshkentda ham ko'pchilik muomala gaplashib ko'rmaganman. Keyin sizlash, misol uchun bu yerda O'zbekiston sharqiy qismida sizlash qanaqa de facto muhim narsa.
Xorazm tarafda уже tengqurbi o'rtog'imiz lisensiya bosib ketadi. O'sha uchun Ben boshida yo'q. yilni so'raydilar-da. Misol uchun kamalasi nechanchi yilsiz? 2003. Вот она, нормально. Katta raziyasi yo'q ekan bu yerda. Cho'tki. Menga shu dangal bo'lish yoqadi, menga to'g'risi. Anaqa qog'ozga o'rash, anaqa bu vaqt oladi-da, to'g'risi. Вот именно shu narsani qo'shilaman. Vaqt Samimiy oladi. narsa vaqt-da, O'sha, odam. Anaqa. Ну lekin navi dangalchilar ham bor. Masalan, men o'zim ko'rganman. Bilmadim, balki bu tarbiyasina bog'liqdir, muhitina bog'liqdir. Har xil bo'lishi mumkin. Masalan, 200 amachi odam Xorazmda topilishi mumkin. Shu Vodiydan ham Xorazmdan topiladi. so'lamasang aytadi-da. Xuddi sening ichingda nima bor? Hamma narsani shaxsiy qarashlar bor, tajribalar bor. Shuni galib chiqib aytiladi. Misol, men o'zim shohdan yurganimda ko'rgan bo'lsam, ko'proq Buxorolar bilan turaman. Ular ham shu bizlarga yuradi. Ava. Sal qadriyatlar ham ozgina o'xshashib ketadi lekin. Ham adashmasam Buxoroni bizani tilda gapiradigan joy bor. Qorako'lmi adashmasam? 1-2 tumani bor. 1-2 tumani bor. Ham turkman, ham Xorazmning o'rtasida qolib ketgan, lekin Buxoro territoriyasiga kirib ketgan. Arasatda qolganlar. G-lab gapiradi, G-lab gapiradi. Og'iz ochgan. Ava. Sizlar Harflar ketasanmi deysizlar? Ular ketasanmi deydi ekan. Shunday joylari bor ekan. Bizning universitetdagi o'qituvchi Uzoqda shuda Buxoroda. O'zim turkman. Men kvartiramdan bir kishi bir yaqinda uylandi, shunda borganda ko'radi. Qiyin emas tushunish. O'zlarini Buxoro olmadi deydi. Buxorolar o'xshamay so'zlash aytganda. Menimcha bu ko'chmanchi nelar bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'yladim. O'zi Hava. turkmanlar qadimda ko'chib bo'lgan. Mana ko'chib Hava. Birsi misol g'ayuda. Ko'chman. Qilyapsiz siz yaxshi Biz bilasiz. 18 yaşında Keyin o'tiraqlashgan. Keyin shu muhit bilan tillar ham aralashib bir nega kelgan. Misol uchun g'ayuda ham shunday aralashib boshlangan ko'pchilik. O'zi Xorazmdan ham ko'pchiligi bu adabiy yakkurak so'zlashni boshlagan, bilmayman mencha. Va oxirgi bundan keyingi 10 yilda o'zini haqiqiy shivasini yo'qotishga olib keladi deb o'ylayapman. O'zi Saqlab qolish kerak bu narsani. ko'p masalan anaqa voqeliklarni o'zi shevasi voqeliklar ham o'zi badiiylashyapti-da. Mani bir nechta voqelik tanishim bor. Ular badiiy gapiradi, yaqinda bitta Qarshidan, Qashqadaryodan ko'rishdi. U haqiqiy Qashqadaryochada gapiryapti-da, uyalmasdan. Lekin men ko'p ko'rgan Qashqadaryo, Surxondaryo badiiy tilda gapiradi. Nimaga? Men taniganlarda. O'zini aytib turibdi. Badiylashyapti-da. Lekin men bittasi bilan yaqinda ko'rishdim, haqiqiy sheva bor. Yoqadi til quloqqa, tilga ham quloq. Samimilarning Xorazm sheva. Qora. Voy, komment shunaqa janjal bo'ldi. Rosa shu tema bo'ladi komment. Xorazm sheva emas. Lekin bitta narsa borda, misol uchun shev bizani Bahodir Koltayevsi, Kim? Aytadi. adib Yo'q. Alisher Navoiy asarlarini hozirgi o'zbek tiliga o'yilgan. Eski o'zbek tili bor, o'rtasida o'shani hozirgi shaklga o'yib chiqqan. O'sha aytganda tilni ana mag'zi, yuragi shevada degan, sheva yo'qolsa til yo'qoladi degan. Hozir misol uchun bizada bilmayman, umumiy adabiylashtirish jarayoni ketyapti. Lekin qattiq kurashyapti Xorazmda. Lekin bu Xorazm go'ch. minus masala. Sabab agar Amerikaga borsalar, u yerda har xil millat borda, inglizlar bor, ispanlar bor. O'zlarining tillarini aralashtirishadi. Pluribus degan serial chiqgan bo'lsa-da, pluribus degan so'zni o'zi ham misol uchun ispancha so'z, lekin u Amerikaning chiroyidan bittasi. Ular qanaqa tillar bir-biri bilan aralashib tilni kuchaytiradi. Bizda hozir qanaqa bo'lyapti? Misol uchun men bu o'zbek adabiy tili bu, bunga so'z nima kiritma qo'shma. Misol uchun Xorazmdan kim kelib turib, adan degan so'z aytsa, bu yo'q, o'zbek tili yo'q deydi. Xorazm chegasi qanaqa desa o'zbek tilini bilmaydi. Ya'ni tilni mana bunaqa bitta kubik ichiga solib qo'yishyapti. Qo'shimchalar shevalik so'zlarni esa u ikkinchisini ta'kidlashyapti. Til bunaqa boshqa menimcha o'tib ketadi. Ya. Xorazmda o'lmaydi shana. Xorazmda chunki ijtimoiy tarmoqda qattiq kurashyapti. Kanalizatsiya. Ijtimoiy tarmoqda, lekin masalan meni ammam maktabda o'qituvchi. Masalan men yozaman, manga, sana deb chini jilab yozaman, lekin ammam adabiycha netadi. Maktablarga buyurilgan. Qishloqlardan boshlangan maktablarda. Kanalizatsiya degan so'zni bilasan? Nima? Kanalizatsiya. Kanalizatsiya. O'zbekchasi nima? Ariq.
yo'q ariq boshqa narsa umuman. ariq bo'lsa oddiy suv oqadi kanalizatsiya keyin kanalizatsiya degan so'z Tarmoqlashish. yo'q talaffuzi osonmi qiyin kanalizatsiya so'zi Kanalizatsiya sal qiyin. biz salin universitetda o'qigan bo'lishimiz mumkin ko'proq matn o'qiganmiz so'zlarcha oson lekin kattalar uchun yoki oddiy odamlar uchun Yangi odam. Kanalizatsiya. kanalizatsiya bu narsani xorazmchada aniq alternativ bor Nima? 100% tushirgan alternativ bor Xiva shahriga borsanglar Xiva shahriga borsanglar ko'ringlar Xiva shahrida hozirgacha ham mana bu eski turgan binolar bor kesila kelgan joyda mana bunaqa oyoqtagida teshik bor u teshikka qo'l yuvishgan qo'l yuvib suv to'g'ridan to'g'ri o'sha kanalizatsiya ilmog'iga ketgan va o'sha narsa yonida yaxshilab qarasanglar adan deb yozib qo'ygan ya'ni Xiva xonlik davrida har bir uyni oldida kelgan joyida mana shunaqa teshik bo'lgan rakovina umyalnik qo'yiladigan joy bo'lgan u oyoqtagida bo'lgan u shahardagi o'sha suv oqova suv pastga ulanib ketgan va o'sha narsani nomi adan bo'lgan xorazmda hozir bu so'z ishlatiladi eshikdan kiraverish nomida adanda o'tirma adanda va bu adanni %100 tarjimasi kanalizatsiya shunaqa so'z misol uchun o'zbek tilshunoslar aytadi xorazm shevasi deydi sheva deydi sheva bu o'zbek tilini bir tarkibi deydi tarkib bo'lgandan keyin so'zni bilmayapman man o'shanga qarab qolaman Yo'q, yana bir narsani aytdim. O'zi novi abituriyentlikka tayyorlanib yurganda bizani ona tilchi ustozimiz bo'lar edi. Hozir dotsent bo'lgan. U aytar edi, o'zi xorazm tili yo'q bo'lib ketgan degan. Lekin tili yo'q, eski xorazm tili yo'q ekan. Eski xorazm tili. Lekin bizlar hozir xorazmda gaplashib turgan tilda uni ichida men oqshom artikl o'qidim. Novi Erondan kelgan so'zlar aralashmasam bor, o'g'izdan ham bor, farsiydan ham bor. Nechun desa biz g'arbga yaqinmiz. Shu bilan qo'shilishmasi hozir xorazm shevasini kelgan deb turibdi. Shu narsa ham bor. Balki shu narsaga tayanib hozirgi olimlar sheva deb turgan, lekin eski xorazm tili yo'q bo'lib ketgan. eski xorazm tili farsiy til bo'lgan avesda yozilgan til xorazm tili u eski xorazm farsiy til uni alifbosi avval onamiy alifbo bo'lgan keyin arabchaga o'tgan 12 asrga kelib keyin bizada turkiyalashib boshlagan xorazmda turkiyalashib o'tganmiz xorazmcha qo'llanib qilgan davrda уже qo'lni turkiyalashib qo'yganmiz o'sha davrda hamiki xorazm tili deb aytilgan keyin mo'g'ullar bosqini bo'lgan amir temur deb aytilsa ham yodi sekin sekin keyin turkiyalashib ketgan bo'lib bo'lsin podkastga qattiq tayyorlanib soldik o'zi ko'rdingizmi serial Yo'q, ko'rmaganman, lekin Vince Gilliganni Breaking Bad'ni ko'rganman va Vince Gilliganni seriali bo'ladi. Breaking Bad. Keyin janri ilmiy fantastika, drama, qora yumor, psixologik. Breaking Badmi? Haqida. Rollarda hozir Reese Sihorn, Carolina Vidra, Carlos Manuel Vesca ishtirok etadi va Pluribus seriali 2025-yil 7-noyabrdan Apple TV'da namoyish etilishni boshlagan. Keyin men internetda qaraganimda, ya'ni pluribus so'zi siz hozir ispanchadan en pluribus uno, ya'ni ko'pchilikdan bir. Hala, lekin menda came from Latin language degan, ya'ni out of many one. Ya'ni ko'plardan biri. Va bu ko'plardan tashqari begona degan. Out of many one. misol uchun Toshkentda out of many one tashqariga ketadi. Ingliz tili. investor azuni o'xshatib sal boshqacharoq aytsak bo'ladi. Misol 11 dona hudud viloyatlar desa, alohida Xorazm desa. No, separatizm bo'lmaydi. Yo'q, prostaga aytib o'tdim. Podkast davom etish kerak hali. Bu yerda to'xtab qo'ying. Biz sizni tanimaymiz, men tanimayman. Keyin Fikrlarga qo'shilmayman. ana shu serial Golden Globe'ga nominatsiyaga berilgan ekan. Asosiy qahramon Carlos Turka bo'lgan. Bu ayol virusga chalinmagan odamlardan va o'zini erkinligini, ongini saqlab qolishga harakat etgan odam bo'lgan. Men bu serialni lekin wishlistga qo'shib qo'yman, ko'raman. Men serial boshdan oxirigacha ko'rdim. Serial ana bomba. Misol uchun Interstellar ko'rganlar boramiz to'g'ri. O'zi ko'rib bir tomonga chiqqan hamma Interstellar. Misol uchun zonasi bormi? Yoqadi. O'zbek serialiga nisbatan okey. Yo'q, menga yoqadi, men sevimli kino. Interstellarda qanaqadir o'ncha bo'lib qoladi. Sabab Interstellar ilmiy fantastika, u yerda boshqa ko'nikma to'g'rimi? Spoiler Qora tuynukda o'tadi. Pluribusdan spoiler berajaqmisiz? Qisqa, Mayli, tension bo'ladi. Spoiler bersangiz bek ko'rmayman desam. Referans. Ya'ni qiziq qolmaydi. nimada
Tensilverda bo'lmagan voqea ham boradi ichida. Misol uchun qora tuynukdan o'tkazgi salbiy ilmiy tarafdan tasdiqlanmagan, to'g'rimi? Evet. Pluribus 99% ilmiy nima ustiga qurilgan. Asos bor? Asos bor. Fizika va ko'p ko'rishgan yo'qdi. Serial Ko'proq psixologiya bo'lsa kerak. Yozuvchi ayol bo'ladi. Serialchilar endi yoqimsiz narsalar ham bor. Bu g'arb propagandasi. Bormasdim yo'q. Hammasini qabul qilishadi emas. Serial qanaqa bo'ladi? Boshqa qahramon Karol degan yozuvchi bo'ladi. Karol Sturka. U qanaqa yoziladi? Pluribus. Bir choynak choy ustida guringlashamiz dedi. Oh, Rahmat katta. interesting. Boshqa Lori. qahramon yozuvchi ayol bo'ladi. Keyin astronomlar bo'ladi. Osmondan qanaqadir signal kelayotgan bo'ladi. Wave, foton. Buni o'xshab olishadi uni. Ikkilik kodni bilamiz hammamiz. 01, kompyuter 05. Ularga turli kod keladi. Koordinali, binary emas, koordinali keladi. O'shani ushlab turib, ular yechishadi buni. Yechgandan keyin o'sha yechgan odam hech narsa demaydi. Lekin oradan bir kun o'tib hamma yerga virus tarqaladi. Virus hamma yerga. U virusning retseptida butun insoniyatni hammasi Hive mind degan. Hive mind butun insoniyatni ongini bitta hive'ga birlashtiradi. Miyasini? Hive frequency degan narsa bor. Misol uchun bizda Black Mirror'da ham shunaqa narsa bor edi. nimada radio FM tut bilasizmi? FM Ha. tut. Bu tele minora, Ha. misol uchun 70 km yoki 100 km ga to'lqin tarqatadi. HF bor, high frequency to'lqin bor, u butun yer yuzi bo'ylab aylanadi. Ya'ni Amerikada turib HF to'lqin borsam, Amerikaga ham boradi. Ular nima qilishgan? O'sha narsani yechib turib, insonlarning hammasini ongini birlashtiradi tonga. Ya'ni men bilgan narsani Amerikadagi 2 yashar bola ham biladi, 2 yashar bo'lganini Afrikadagi 80 yashar odam ham biladi. Va buni virus qilib tarqatishadi. Bitta ayol bor, yozuvchi, undan boshqa yana 11 ta odam bor. Ular bunga chalinmay qoladi. Nima uchun? Ular tarqalishidan o'zini tiyib qoladi. Bo'ldi. Spoiler. Ularni o'qib ko'rlar, ular zo'r serial. O'sha serial o'zida ham misol uchun tilda ko'p ishlatilganda, faqat misol uchun bu Amerikaning seriali, Apple TV'niki propaganda qilib to'liq ingliz qilsa bo'lardi. Lekin boshqa tillarni, boshqa millatlarni qo'shgan. Va bu narsa ertaga plyus eshit bo'lgan. Reyting нормальный. Ya'ni qanaqadir imperialist ko'rsatmalar. Reyting нормальный. Shu. Apple TV baribir davlat hokimiyati qo'lida emas-ku. Qo'lda emas, lekin Ta'siri bor-ku, no, baribir. Bag'ri kenglikka, uni ichida boshqa anaqalar ham ishlaydi-da, millatlar ham. yo, men bu bilan nima demoqchiman? O'zbekistonda ham media rivojlanib ketyapti-da juda. Вообще qarasam bir hafta Instagramga kirmasam juda ko'p yangiliklar, juda ko'p yangicha trendlar. Lekin nima qilgan, bir tomondan o'qigan manimcha o'zbek mediasi qanaqa, misol uchun qanaqadir serial yoki kino olsa, albatta ular misol uchun qanaqa kvartira bo'lsa, zo'r, remonti zo'r, yangi qurilgan kvartira bo'ladi. Albatta hammasini qo'lida iPhone bo'ladi. Yo, seriallarni aytyapsan, Juda kambag'al bo'lsa, o'shanda bo'lib qoladi. Instagram, YouTube bilan aytyapsan demak. Da. Yo'q, Instagram tutgan, misol uchun qaysi bloger ekansiz, uyi remont yaxshi emas, cheshgan eski eshik darvoza. Yo'q, hozir Endi chiqib boshladi. ana bor edi, ana bola. Bizda. Saturn. Yo, bypass. Ana kelardi-yu, xavfga. Ha, bo'ldi. Xursand. Okey, uni tarbiya chiqadi. Tarbiya qilasiz. Qanaqadir dizaynerlar, aktyorlar, manimcha U ham to'xtab qoldi menimcha, bir orada chiqdi, ko'tarildi, to'xtab qoldi. Mana doimiyda juda hashamatga o'chmiz. kliplarda ham Samimiylik sal kamroq. ayniqsa viloyatlarni ommalashtirayotgan yoki men viloyatdanman. Ayniqsa viloyatdan kelgan qo'shiqchilar aksariyati Toshkentga turadi, maksimal luxury ko'rsatadi kliplarda. Menimcha u atrofidagilarga bog'liq deb o'ylayman. Masalan, Taklif bo'ladi. A? Yonidagilardan taklif bo'ladi. yo'q, masalan, bilmadim, menimcha shuning uchun. Masalan, krugimizda misol aytib olaylik, yo'q, men ichmayman. Jo'ralarimizda mashina bor. Siz baribir miyangizdan o'tadi u narsa. Demak, mendan mashina bo'lishi kerak, yo bilan shunday narsalar menimcha atrofimdagilarga bog'liq. O'zi Ko'rsatish kerak. Men hisoblashadi. fikr beray. Mana shuni Hamid Sodiq meni sevimli ustodim aytganlar, o'zi bizdagi davlatlarda, ya'ni mana despotik davlatlarda, bizning rejimdagi davlatlarda hashamatga o'chlik bo'ladi-da. Ya'ni insonlar shu bilan obro' orttirishga, o'zini statusini belgilashga harakat qiladi. Hatto boshqa Yevropa mamlakatlarida, haqiqiy demokratik mamlakatlarda bu narsa 80 ta mashinasi bo'lsa ham odamlar qaramaydi, ularda boshqacha status belgilanadi. Masalan, qanchalik ular masalan bir xil muzeylarga donat qiladi, katta yoki
foundationlar ochadi, fondlar ochadi. Yordam berishga odamlarga. O'shada 30 status beriladi. Bizda bu tabiiy bo'lishi har bitta chunki biza men fikrimcha developed country emas, shuncha. Developing country. developing country. Amerikada bu normal holat bo'lsin, bizaniki rivojlanayotgan. Yo, Amerikada ham bor. Bormi? National Amerikadagi bitta Mediasida borda. 99% luxury ko'zga qilish. Da, uni ham ba'zi shtatlarda-da. Bilmadim, lekin biza bu bosqich deb o'ylayman. Ana shu bosqichdan o'tgandan keyin balkim O'zbekiston yetib keladi shu narsa. Asta-asta chiqayotir deb o'ylayman. Vaqtida bir ikki avlod almashuvi bo'ladi. Havo. Keyin bo'lishi mumkin. Yo, hozir ham qanaqadir Asta-asta o'sha qadriyatlar ham masalan o'zgaryapti, masalan. Yaxshi tomon emasdan, lekin shu qadriyat o'zgarish. Yo, menimcha xalq hozir ikki tomonga qarab ketib qolyapti. Boyagi mol dunyoga o'shlar gedonizmga berganlar. Bu yoqqa qarab ketyapti. Ya'ni mana sochma video qilib olib, iPhone 7 dan topib olib, Magic City'ga. iPhone 7 prokatkalik. Ikkinchi nimalar bor? Ikkinchi toifa ular ilmga beryapti, lekin ular qanaqadir jim, silent, ana ijtimoiy tarmoqda ko'rinmaydi. Vaqti O'shanga yo'q. ham ko'p odam o'zbeklarni shunaqa deb Vaqti o'ylayapti. yo'q, imkoniyati ham yo'q bo'lishi mumkin. Bir Masalan? tarafdan bizdagi imkoniyat ko'pchilik- qilib boridan foydalansa bo'ladi. Prosta eshitmaydi deb o'ylaydi ular bir xillar. Bizlar eshitmaydi deb o'ylaydi. Da. Oddiy narsadan boshlashga sal uyalishadi-da. Atak Hamma narsani eng perfektini aytish kerak deb o'ylaydilar. Eng katta xatolardan biri. O'rtaga choy qo'yib olib gapirishib o'tirish kerak. Samsungni qo'y. Qirchoqlashuv. Men qo'shilmasam kerak. Yodlab kelsangiz bo'ladimi? O temadan o'tib ketdik mana mediasiya saytida. Xorazmda o'zi ikki shevada gaplashadilar. Laqcha. Asosan. Laqchasida. Birsi O'g'iz, birsi Qipchoq. O'g'izga Xorazmdagi janubiy tumanlar kiradi. Qipchoq laqchasida esa shimoliy, ya'ni Amudaryoga yaqin, Amudaryoning nariyog'i Qoraqalpog'iston va aynan Xorazmdagi ana shu Qipchoq laqchasida gaplashayotgan xalq avval ko'chmanchi bo'lgan, keyin O'g'iz qabilalari bilan singishib ketganlar. Yana bir narsa topdim. Qipchoq laqchasida gaplashayotgan xalq O'g'izlar bilan yaqinlashganda ularda tilida o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, O'g'iz laqchasida qo'lim og'ridi deymiz, lekin g'i o'tadi Qipchoqlarda qo'lim og'ridi. Masalan, tug'ilgan kun, bizada tug'ilgan kun deymiz. Keyin yana bir o'zgarish bor ekan. O'zi Qipchoq laqchasi Qoraqalpoq, adashmasam qozoq tilidan ham yaqin. Qirg'iz tilidan jilob so'zi yilobga o'zgargan. Ya'ni Qipchoq laqchasida. Shu o'zgarish. Fun fact. Rus bilan O'g'iz chaqalib misol uchun godniya bilan yoziladi, lekin godniya. Yo'q. Shok. Shok content. Qarshi. Podkastda o'zgarish. Faqat rus tilini yomonlaydi, o'rganishni xohlamaydigan odam bir dona edi. Va u hozir rus tili haqida gaplab o'tiribdi. Ha, rus tilini yana yaxshi soldim. Yana bir boya maqola o'qidim. Aynan LinkedInda. Bir o'zbek odam nega borgan? Burger yozib Toshkentda. Burger King. Burger King. Burger Kingga borgan. U yerga kirsa, menyu ruscha, aksent ruscha, hamma ruscha qilasiz. Faqat Burger King yozsa, qolgan narsa ruscha. Keyin bu yerga shikoyat qilgan. Menga o'zbekcha yo'q deb, faqat o'zbek tili men bilmayman. Bor edi-ku biz borganimizda. Bir narsa piyozchalar deb yozib qo'yganda. Maqola yozgan. Hafta oldin yozilgan. 3 hafta yozilgan. Oqshom Okey. yozgan, keyin Manimcha rasmni ancha keyin bu yerga Burger King rasmiy bayonot bergan. Biz O'zbekiston bozoriga kelgan paytimizda o'zimizga model tanladik, biznes model, o'sha biznes modeli bo'yicha bizga o'zbek tili mos kelmaydi va bu narsa muhokama qiladigan mavzu emas. Zarur davom etamiz. Bu ancha oldin chiqqan gap emasmidi? O'zi ochilgan vaqtida bo'lgan. Ha, keyin u anaqa Burger King aytdi, bu bizning profil emas, shunaqa deb yozganda, Burger King o'zi javob bergan, bu ya'ni u ancha oldingi narsani ko'tarib kelishadi. O'zim Burger Kingga
Endi yetib borganim juda kech yetib borardim. Twitterga qo'yishdi birinchi uni. Lekin endi uning narsalar ko'p muhokama etilmaydi-da. Bu uning platforma emas. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, O'zbekistondagi rus qatlam ichida russofobiya degan tema bor-da, ya'ni kimdir o'zbekcha bilgan bo'lsa russofob, o'zbekcha bilsa russofob. Manimcha uzofobiya ham kuchaya. Ya'ni o'zbek tilini kimdir aytadigan bo'lsa, lekin meni fikrimcha rus tilini o'rganish kerak deb o'ylayman. Bilmadim, lekin menimcha rus tili adabiyoti qiziq. Aynan navoiy o'zbeklarni yerga urish, Ruslarni ko'tarish uchun emas, masalan, adabiyotlari qiziq bo'lgani uchun, muzeyi qiziq bo'lgani uchun. Bilmadim yana. Amir Temur aytgan ekan, dushmaningni tilini bilmasdan turib u bilan jangga kirish bo'lishi edi. boya separatizm Amir Temur demak Xorazm tilini bilgan. Ya'ni Hamid Sodiq ham aytganlar, rus tilini ruslardan yaxshi o'rganinglar deganlarda. Shtobi ularni tushunish uchun ularga kerak bo'lsa argument bera olish uchun chiroyli qilib. Ertaga bizga gapirsak, boshqa qilsa. O'zlari ham rus tilidan kitoblar tarjima qiladilar. Endi xohlagan odam o'rgansin. Prosta endi buni lekin anaqa darajaga, status darajasiga chiqarish kerak emas. Prosta rus tilini bilaman, ingliz tilini bilaman deganda. rus tilini bilish, o'rganish, gapirish ham zo'r, lekin rus tilini bilmaganlar qanaqadir lekin menga yoqmaydigani shu ishlarda rus tilini so'rashlari shuncha skill bo'ladi, bitta rus tilini bilmaydi, ishga olishmaydi. Shu yomon. Siz nima deysiz? Yoshlar siz so'zlang. ingliz tilini biladiganlar orasida ham Toshkent emas, O'zbekistonda shunaqa narsa hozir paydo bo'lishni boshlayapti. Ya'ni agar ingliz tilini bilmasa, u xuddi dehqonlik emas, dehqon kolxoz pas. Yaxshi, biz ulardan vaqtliroq o'rganib qo'yganmiz. Borib keldinglar. Yo'q, men Короче, til bu vosita bo'lishi kerak-da, status emas. Men kimdir? to'g'ri gapingiz, lekin masalan bu narsani normal qabul qiladigan bor, lekin bu narsani status qilib ko'taradigan Da, bor. o'shada. Masalan, oldin endi men ham fikringizga qo'shilaman. Avval rus tili pik darajada bo'lmasa, aslan chiqadi ingliz tili. Nechun desa, medikdan ham so'rasangiz IELTS bor, stomatologdan ham bor. Kim masalan IT'da o'qisam IELTS bor. Keyin rus tilini sertifikat olishga odamlar shoshmayapti. Men o'ylayman, ingliz tilidan keyin xudo xolisa men Xitoy tili boshladim. Xitoy tili chiqadi, ingliz tili bilan ko'tarilgandan keyin, undan keyin Xitoy chunki baribir Xitoy bilan yaqin. Xitoy tili menimcha global darajada ko'tarilishga sabab Xitoyning o'zi yo'q. Sekin ochilib qolsa-da bo'ladi. Baribir o'sha narsaga amal qilaman, Amir Temur izidan boramiz. Tugatib qo'yish kerak. Tugallanmagan ishlar bor. Ularga qiziqmas. Xitoyliklar yarim yo'lda boshlasang ko'rmaydi. Ya xudo xolasa tugatib qo'ying. Xitoy tili endi O'zbekiston o'zina kerak bo'lishi mumkin, ko'proq. O'zbekiston Xitoyliklar seriozniy temada kirib keldi. Yana jarayonda bo'lib turibdi. Ko'pchilik joylarni sotib olgan. Ko'p joylarni, yerlarimiz, oltin qonlarimiz. Boyaman bitta nima qilib yana bitta maqol. Amerikada bitta investor bor, juda kuchli investor. O'zbekistonga kirib kelyapti. Yo'q, Amerikadagi barcha aktivlarini sotib, O'zbekistonga o'tkazib deyapti boya. Nimaga kirdi? JP Morganmi, qaysidir birda ishlagan. Yo, o'zining fondi bormi? Men ham o'qidim. Amerikadagi kompaniyani sotib deyapti. Nima qilmoqchi ekan bu? O'zbekiston bozori unga jozibador qilyapti ekan. Qaysi Balki filmlarni? jozibador. O'shanga qayg'urdim, u qaysi Balki taklif qilishgandir kimdir, tepadagi. Barqadir vazirligida o'ziga taklif qilishgan bo'lishi mumkin, hype bo'layotgan bo'lishi mumkin. Balki aktivlarni sotmagandir, biz bilmaymiz, mana bu odam shunaqa ishlaydi. G-United Group, ya'ni Jahongir Ortiqxo'jayev o'zini Amerikada biznesini boshlayapti. 100 milliard dollarlik kompaniya ochyapti. Asosan shu avto ehtiyot qismlar va shunday sohada. Endi balki unga qiziq bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zini hududida emas, Amerikada ochyapti. Ya'ni shu metal sohasida odam bor. Sen aytgan odam, oddiy olim yo'q. Eshitdim men, o'qib ko'rdim. Asosan shu metal sohasida O'zbekistonda boshqacha yo'nalishda. Bizda metal ko'pmi? Lekin bizda uni yaxshi ishlab chiqarib, mana bu industriyaga chiqargan. Menimcha o'shani qilmoqchi shekilli. Ketyapti. Yaqin Sharqdagi bir davlatlar bizdan to'g'ri. Kim qotdi, yer qo'latgan o'zi.
biza o'zimizni mana shu sohalarimizni rivojlantiramiz. Buraya kirib kelib shunaqa sekin Xitoy kirib keladi, yerlarimiz Hindiston kirib keladi. o'shada nima qilib o'tiribsizlar? Bizdan ko'rib o'qi, ishla. Mana shunaqa. Aslan ketaman bir xilda işte. O'tirish kerak emas, davay. Bolalar turdi ishla. Ishlaymiz. Neda ishlaysan? Bugun dam olish so'ra. Bugun aytgancha Bak hozir kanikulu. Podcast yozishga kelguncha ishga tushgan. So'ra. Ishga tushdim o'zi. Apelsin yozyapman. Nima? U bosh apelsin yasyapman. Minibus ustida o'zim yozyapman. yengil kibr o'zini Kibr emas bu. Kiber xavfsizlik. Kiber. Kibr xavfsizlik. Sizlar tomonlama dikib baradirsan нормально. Qabul qilmasin ishni. Ya bo'ldi, ijara. Bu ortiqcha bo'ladi. Buni Twitterga qo'yaman. Ping qilib qo'yaman. Ukorlarni. Ya. Ananga yozaman. Diyorga. Yasatamiz. Poster. Hammamiz bitta rasmga tushamiz. Ana xuddi 4 ta odam. Keyin ular Diyor. Yo'q. Ah, Diyor. Diyor, Judy. Diyor. Yag'e. O'zi Siz qo'lab qolayotgan kechiramayapti. Ya, opayapti normal. Yo'q, mantiq g'alati-da. Badvo qilishga o'xshamadi demak. O'rtadaman. Xor bo'lib. Men Twitterga girman, bugun bir gruppa chiqarishgan girdim. Germaniya bitta reper bor-da. Toshkentda Kasibli 9-yanvar. Reper emas, rockchi. Kim? Rocker. Ismi nima? Ismi Nimajon? Nima? Nimajon? rockchi. Keyin uni hozirlar faqat boyagi vahshiylik aksariyati. Ismi nima? Hard rock. Hozir topdim. Shu bir narsani atab ko'rsam. Yo'q. Tinchgina operatsiya sistemini yozib qo'yar bo'ldi. Bosh homiy qad bo'lishi mumkin edi. Rockdan ya bundan Joz podkast Kim podkastda kim bosh homiy? hozircha hech kim. Tim Lindman. Topamiz. Qani? Ingliz. Variant bo'lib turibdi. O'zbekistonga kelganmi? Buni rocklarning aksariyati men o'qiganim. Ana bu bitta guruh a'zosi emasmi? Yo'q. Ular To'rtta xatga bo'ladi. Umuman nima ekan? Maqsad. Milliy qadriyatlarimizga Shu chaqirlasan. Yo'q, anaqa qilish kerak menimcha. Baribir biza hozir taqiqlab qo'ysa-ya. Yo'q, taqiqlash nima kerak emas. Shunchaki yo'q. Ijtimoiy tarmoqdagi segmentdagi ba'zi odamlarning farosatiga qarab qolaman. O'sha rocker O'zbekistonga kelayotgan payti ba'zi endi uni pastroq odamlar chiqib yozganda iloyim yarim yo'lda samolyoti avariya bo'lib Ha, yo'q, anaqa bo'lishgan emas. bu yoqdagi bitta sayapti. Nima? Raisning odam duosini qabul qiladi demak Allohni yaxshi ko'radi deb aytish. Yaxshi. Sana shu narsani nachiyam hujjatlikda. Masalan, Ya'ni oq bor, qora bor. Oq fondagilar faqat oq deb mahkam tushmagan. Oq deb qora tomga ochiq qora qo'ygan. Xuddi hozir Erondagi oqyanga o'xshaydi. O'rta yo'lni tanish. masalan. Eronda hozir ko'chada Islomga shu adalash bo'yicha. Yangidan bir ko'zim. ko'rdim lekin qiziqmadim. O'sha Sen Oyatullohning Ag'darjakmi, nima yo'qolyapti? Nima bo'lsa ham bittasi yozgan. Daj bayrog'igacha yerga masjidlarni yoqorishibdi deb eshitdim. Uni tarafdorlar nima deyapti? Hozir Trampga aytishyapti, "Davay, keyin bizlar davlat bosib olyapti"da, misol uchun. G'alati-da. Qora tarafdagi voqea qora tarafda, oq tarafdagi voqea oq tarafda. Demak bu faqat O'zbekiston emas, butun yer yuzi bo'ylab tarqalgan ekan. O'shasi ham Normal holatda qabul etsak Hissiyotni. Berin men o'ylayman bu juda ham ichki bosimda hissiyotlar yig'ilib qoladi. Keyin portlaydi. Kelamayaptimi narsa? Turkiyaga qarshi kimdir post yozdi Twitterda. 2025da men siqilib o'tirdim. Hech nima qilmadim. Bir haftada bitta yangilik chiqardi. Kunduz ham fikr aytam, bir haftada bitta ikkita video qo'yardi. Zerikib ketardi. 2026 boshladi, men band bo'lishni boshladim. Kuniga 2 mahaldan yangilik chiqarishdi. Aytdi-da 2025da qanaqadir odamlar kutish davri, boshqa ana bo'ldi-da, yig'ildi-da muammolar. O'sha 2026da dominoni bitta bosib yuborishdi, shunday ketdi. Keyin hammaga o'xshab ketdi. Urush. Dominoni xuddi anaqa qilganda, buni Robbim ham o'sha
Hamid Sodiq ham aytgan, o'zi bitta joyda domino qulasa, o'sha anaqa edi. Hayron bo'ldim, ulgurmayapman ko'rishga. Seni 25 dan uchun podkast etmading. Qaysi yilda? 2005-yilda. Ha. Men aytay, menda hardware yo'q edi, qurilma, kamera yo'q edi, software yo'q edi, mikrofon topildi. Keyin yana bitta narsa просто waste of time'da bo'ladi. Ya'ni vaqtni Ha, va nima deb bo'ladi? Misol uchun jamiyatda boshqa mani yoki bizani dunyo qarashimiz, bizani fikrlashimiz, bizani pozitsiyamizga qarshi bo'lganlar bor. Ular to'g'ri mikrofon gapiryapti. Ha, biz taraf jim qo'yapti. Xuddi biz yo'qmiz. Biz mana shunaqa yig'ilib turishimiz kerak-da, masalan. Boshqa odamni taklif qilishimiz kerak, kerak bo'lsa bitta odam mutaxassis. Kerak bo'lsa. U sal keyinroq chaqiramiz. siyosatda ustozingiz Ungacha bo'lgan ayolni boshqalarni chaqirish kerak. Ularni o'yladim. Sodiq chaqirib. Chunki ular ham Xorazmdan. Xorazmcha sevadi gaplashadi. bo'lib gurlarni. Tembolik chiq. Hamid Sodiq. Ana Xorazmda rapperlar kelib qolsa o'shalarni chaqirish kerak. Kim maybe o'rtaga turib qana Yoki o'sha jurnalistikada ustozda yo'qmi? Jurnalistikada ustozda Xorazmlik. Yo'q, Xorazmlik bo'lmasa ham chaqirib olish kerak. Said Jamalxon ustoz chaqirish kerak. Ular tarixi zo'r biladilar. kelsa zo'r. Keladilar. Beramiz. Mayli. Ajab bilmayman. Chaqirsa bir hafta vaqt ketdi. Keladilar. Men o'zi bir anaqa kimdir bilan ko'rishmoqchi bo'lganda atmen bo'lib ketganda chaqirganman. U odam atmen qilgan, ular atmen qilmagan, ular tayyor turadi. Chunki o'zlari yaxshi ko'radilar. Allaqalarda chiqadi, mahalla, oddiyroqlarda chiqadi. Fikratga chaqirsa ham bo'ladi. Biz chaqiramiz birinchi. Zo'r tarix. Keyin xudo xohlasa keyin insonda Ra'no Kim u? Muhammadga qarama-qarshi fikr Egasi. Urush, jang. Pichoqlarni Dunyo qarashda, fikrlashda, ekipajda. Kim u Ra'no? Keyin sonda keyin kirasiz. Ana emasman, ana gruppadan emasman-da. Zakovatmi? Ha, boradi, boradi. Zakovatni. Murotam kim keyin? Yo'q, shu gruppada bormasman deb so'radim. Ya'ni Telegram. Ashkiz va Xavfga vaqt yetadi qoldi. Uyga mehmon ketdi. Kafaga mehmon qoldi. yo'q shu o'zining shaxsiy ishlari. Oddiy odamlarni ham chaqiraveramiz. To'g'ri, anaqa talanti bor. Ochila olmayotgan, ochamiz yengil talantlarni. Keyin anaqa qilsak, yapura joy topsak, yoki kunlar isib ketsa ko'chada. U вообще zo'r bo'ladi ko'chada. Shovqin. Mikrofon bo'lsa, Ya. Ulug'bek rahmat mikrofonni turgan uchun. Rahmat Ulug'bek. Eshitasiz? Okey, bo'lmasa fikrlaringizdan bo'lsa, nima bo'lsa aytib qo'ying sizga. Mayda. Sizdan bir so'rayacağım edi. Masalan, ana shu YouTube'ga qo'yiladi, lekin oqshom poisk berdim. Nima Topilish qiyin. Hava topilish qiyin. Hashtag bilan Xorazm deb yozib qo'yish kerakmi? Yo'q. Xorazm deyish kerakmi? Yo'q, chunki Chunki boshqa narsa o'zigina chiqishni boshladi. Shu bashkentda chiqmas bo'lsa, biz qayga boshlaymiz siz. Havo lekin men qidirdim, masalan, Arkayin deb ham yozib qo'ydim, Arkayin deb ham Sevara, yozib qo'ydim. sababini aytaymi? Qara, bashkentda yana like bosib, komment yozib, share etib, tarqatishadi, tarqatishadi. Biz kontent chiqarib turibmiz. Ko'rgansan. Xorazm hashtagida ko'p-da. Trash oxirida tashlab berganingizdan kirib turibdi. Lekin YouTube Toppo'yda dimsing yozgan. Chunki nomini gurunglashamiz degan nomda ham juda ko'p anaqa trash kontentlar bor ekanda. Nomini o'zgartirish Ay, kerak. shaxsiy meni o'zgartiramiz. yoki bilan aniq lotinchaga qilish kerak. Qanaqa yozib bersan? Yozilishi bir qiyin narsa. Oson. Siz uchun oson. Oddiy odam Mana shu uchun. narsa so'rab bo'ldi. Qiyin-da bir xildaga. Shu Yo, chiqmaydi-da. Nesam yo'q-da. Yo, biram ko'proq Xorazm deb hashtag qo'yish kerak. Siz o'zingizga-da. Men podpisga tashlab qo'yganman shu uchun. Mana shu podpisni aytib Da. Короче, menda ham topilish qiyin Podkast bo'ldi. nomini shu yaxshimi endi o'zgartiramizmi? Podkast nomini. O'zgartiriladi. Shu bo'ladi lekin Keyin kanal nomidan ana o'zbekchalik boda orqayin deb yozsak, tomosha sarf qiladi. Manimcha. Men telefonim qayerga ketdi? Latinchada. Orqayin. Qani? ikki xil bilan Arkayin. Hozir qo'limda edi-yu. Telefonim. Voy, Nomer ayting. telefonim yo'q-ku. Lekin Nomer ayting. siz berganlikdan Nomer ayting. Yo'q, nomerim yo'q. Telefonim. Kamila,
Sahnoda bu. Kameraga olib kiradi bo'lmaydi. Qani men qidirib boqaman. Chiqdimi? Nima ishlamasa? Men offline qaratashman nomerimni. Wi-Fi'ga olmaydi. Onlayngaman. Keyin ham bir narsa, Aha. bugun ko'pchilik uchun qiziq bo'ladigan kechqurun Ya chiqdi. klassika bu. Chiqdi. Arkayn deb yozsa chiqarkan. Yani lekin gurunglashamiz deb yozsam tirishgan tepdi. Ya gurunglashimizdan u turkcha unga yozishadi. Mumkin. Hieroglif. Bo'lmasa podkast nomini keyingi sondan shu yaxshi deb qo'yamiz. Topilishi ham oson bo'ladi. Shu yaxshi podkast nomi bo'ladi. Kanal nomini Orqayin o'zbekchalik qilib yetkazib qo'yaman. Topshirsa bo'ladi. Lotincha bo'lsin, shu gurullashamizdan, shu sirlardan. Tamam. Ha. Nechun desa buni bordi. Birinchi minut bo'ldi. Rana shu video bor. Budulangan video bor. Shu Rana. Shumi? Shu Rana shu budulangan video bor. Okey, Kamila fikrlar bo'lsa ayting. Menga yoqdi. Sahifamizni kengaytiramiz. Ha, nima sevaring? Xatolarimizni to'qillaymiz. Like, comment, share ko'paysa zayin chiqadi. Lekin Mayt. Lekin Like, comment, share. Qilinglar, ko'ringlar. Xatolarimiz bo'lsa, ana aytinglar faqat Chiroyli hate odob emas, bilan. chiroyli odob bilan aytsanglar. To'qillaymiz. Birinchi marta chiqaman, hozir yondan qanaqa quryapman bilmayman, ovoz tonimni ham bilmayman. Bizada bitta mikrofon. Donat qilinglar. Pasta karta qoldiraman. Yapcha deyishadi. Donat qilinglar. Qo'llab qolinglar, xudo xohlasa. Hardverlarni o'rganamiz keyin. Balki keyingi sonlardan navbatamiz podkast oladigan joylar bor. Mashhur. Why not? Bor lekin. Shunaqa lekin bor. bir tinch joyda bilar edim, aniq u tinchman bilmayman. Podkast studiyalar bor. Studiyalar bor. Birakat. Qaranglar, sizlar misol uchun bizani hozirgi agendamiz, maqsadimiz nima? Fresh kontentimizga sal ozgina bo'lsa ham manfaatliroq kanal foydasiga narsa qilish. O'zgartirib boraveramiz. Hamma rahmat. Bugun shuncha. Meni fikrim bor. Meni fikrim ko'p, hali bo'lib aytaman-da. Xorazm oldiga. Xorazmga uch. Oldi o'chiramiz, brat. Bugun aytadi. Chiqib ovoz yozgan bo'lsin. Shuncha. Deyapti,